Assalomu alaykum. Piloramamiz bizdan chiqayotgan piloramani obzor qilishni boshladi u. Oldin pilorama ko'p chiqardi. Hozir bir 3 oyda, 2 oyda bitta chiqyapti. Anchadan beri chiqarmayapti. Bu yerda suv bachok turadi. Mana bo'ldi suv bachok. Tak. Mana bu nimaga knopka ikkita knopkamiz. Rul qo'lni olib kirib ketmasligi uchun. Masalan, qo'lni bittasini olib kirib knopkani bossa, qo'lni aylantirib sindirib yuborishi mumkin. Shuning uchun mana birinchi knopka, mana ikkinchi knopka, ikkita qo'l band bo'ladi. Olib kirib ketmaydi. Keyin yana bitta narsa. Taxometr nima keragi bor deyshadi. Taxometr bo'lmasa, masalan, deylik 30 ming оборот. 30 ming оборотda, 3 ming оборотda taxtalarni kesish kerak 3 ming оборотda. 2,5 ming 3,5 ming оборотda. Undan yog'iga kesib bo'lmaydi. Masalan, 40, 50 bolalar aytishdi 70 ta kesib biza deyishdi yo'q. Yo'q. Agar xudo ko'rsatmasin arra sinib ketsa, 2 qavat daspani olib ketadi. Tak, teshib o'tadi. Shuning uchun 30, normalnisi 30. 30. 3 ming оборот. Так. Suvdatchi nima keragi bor? Suvdatchi temperaturani har doim ko'rib turish kerak. Piloramachi. Nimaga 90 dan oshib ketish kerak emas. O'zi avtomat o'zi sovutib, o'zi ochib, o'zi yoqadi-yu. Shunda bo'lsa ham. Endi mana bu tokda starter tokda ko'taradi. Atak ko'tarish yengil. 50 metr qo'yish uchun ham rulni qo'yganmiz. Mana bu yerda mana sistema bor. O'zimiz ancha yillik ixtiro. Tak. Stopper. Mana bu lineyka turadi. Lineyka. Oynada. Tak. Ruchka gaz. Shunaqa qilib ijod qilib yotib biza. Tak. Nima deymiz? Xudo xolisa yaqinda buni montaj tamom bo'ladi. Mana ramasi, mana ramasi. Ramasi. Mana sedlosi mana bu, sedlosi. Tak, ramantini sho'llarni 2 qavat qilganmiz, 2 qavat. Nimaga o'zimiz sho'llari bilan 3 qavat. Nima uchun 3 qavat qilinadi, nima uchun 2 qavat qilinadi? Sababi bu qishloq, tog'-tosh yurganda teyi o'qi qayilib ketmasligi uchun. Biz nima qilsaki, hammasini klient uchun mijozimizga yaxshi baquvvat chiqsin. Mana bu mobilniy vaqtda u shahardan bu shaharga, qishloqdan bu qishloqqa olib yurganda anaqa. Mantiga daraxt senchib qo'yiladi, fiksator. Oldin temir qilardi, bu yerga uzun temir ochilardi, yopilardi. Shogirdlar temirni ko'p arra qimmat turadi. Keyin shogirdlarni ishdan haydab yuborishib, yo'q, shu narsa bo'lmasligi uchun mana shu yerga taxta tiqib qo'yadigan qildi. Molo. Anaqadan chiqqan taxtalar bo'ladi-yu. O'tirama o'sha tereni ingichka shoxlarni tiqib qo'yadi, fiksировать qilishga. Agar shuni fiksировать qilinmasa, g'ildirak kelib daraxt uriladi, keyin g'ildirak pachoq bo'ladi. Mana bu zajimlari, mana zajimi, keyin zajimi bolti ham bor, mana ko'ringlar. Boltni siqadi, mana bu bolti o'g'anaqa. O'g'ana bolti bor. Tak, ko'rmoqgan bo'lsa. Mana, tak. O'shanda xudo xolisa bityapti. Mana dankratlari. 6 ta dankrati bo'ladi. Mana bu высокий углеродистый сталь mana bu. Lom materialdan qilingan, Buni oddiy Xitoy elektrodda svarka olmaydi. Buni svarkasi oddiy elektrod olmaydi. Oddiy elektrodga ko'chib ketadi bu. O'zining sirlari bor. Shunaqada svarka qilamiz buni. Oddiy elektrod tingatib sinib tushadi o'sha svarka qilingan joydan. Tak. Yana nima? Xudo xolasa bu pashti bitib qoldi. Optoda sifati yaxshi chiqmasa kerak videoni. Sifati optoda. Tak.
yangi benzin nasoslar, yangi radiator, ventilyator, mana bu nima? Bobina, generator, starter. В общем-то, hammasini бурона кабель обязательно. Отдельный kabellar. В общем-то, hammasini tak o'sha uzoq vaqt xizmat qilish uchun qilib yotib bizni yaxshilikka ishlatishni olishgan odamlar. Endi temir sohasida ekonom qilish, buni temirdan buncha arzon narsa qo'ysam, yo'q. Siz ham baraka topmaysiz, u ham baraka topmaydi. Olgan odam. Olgan odam baraka topsin. Kecha bittasi telefon qilyapti. Shunaqa kuyovimga olib bermoqchiman. Otlar xonada yozilgan. Yo'q, bizni to'xtatib pilarama chiqarish, bitta chiqaring, kuyovimga olib beraman. Bundan 15 yil oldin sizdan oluvdim, baraka topdim, ishlatib yotibman. Hali ham ishlab yotibdi, 15 yil oldin olgan. Bitta chiqarib bering, yo'q, iloji yo'q, pensiyaga chiqdim deyapman. Shunaqa gaplar. Hammanglarni e'tibor qilganingizga rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin, tan joyingiz sog' bo'lsin.